bolasi yo'q ayollarni eri tashlab ketar ekan. O'ylaymanki, bu gaplarni женская solidarность yo'q yoki bu kulfatlar boshiga tushmagan, или же eriga boladan tashqari beradigan narsasi yo'q ayollar faqatgina shunday o'ylashadi. Har bitta bola ko'rmayotgan ayol men o'ylaymanki, eri bilan birinchi очередь ana shu temada gapiradi. Va biz ham erim bilan mana shu temada gapirib olganmiz allaqachon. Va erimning gaplari menga "Sen keraksan, bolani ham Xudo beradi, значит hozir emas" deb aytganlar. Lekin bu hayot meni har xil situatsiyaga tayyor bo'lishga o'rgatgan. Va agar biron kun erim menga kelib, "Всё, menga bola kerak, men bola bilan baxtli bo'laman, tak men bebaxtman" deb aytsalar, men hech qachon u odamni ushlab o'tirmayman, потому что men birinchidan egoist emasman, ikkinchidan men взрослый odamman. Men u odamni yaxshi ko'raman va u odam baxtli bo'lishini xohlayman. Da menga обидно bo'ladi, lekin bu situatsiyani как есть принимать qilish kerak. Bu situatsiya bolasi yo'q yoki bolasi bo'lmagan ayollarga juda ham tanish. Men o'ylaymanki, har bitta shunaqa situatsiyaga tushgan ayol birinchi bo'lib mana shunaqa narsalardan o'ylaydi va qo'rqadi. Вообще erkaklar nima uchun ayoldan ketadi? Birinchisidan ayoli bilan uydagilari kelishmasa, har kuni janjal, har kuni urush. Bu yerdan onasi aytadi, "Menga bunaqa kelin kerak emas, xotining yomon", unaqa bunaqa hid qilavergan paytda уже u bilmaydi nima qilishni, уже qo'yib yuboradi, уже ketadi. Ayolni o'ziga qaramay qo'yadi, faqatgina erini kutini kavlab, har kuni mazgi qilib, "Qayerda edingiz? Nima uchun kelmadingiz? Nima bo'ldi? U bo'ldi, bu bo'ldi" bit-bitlar hamma yomon narsalarni eslab, erkak kishiga bu narsalar yoqmaydi, erkak kishi charchaydi va albatta boshqa ko'chadagi ayollarga qarashni boshlaydi. Kimdir yaxshi unga gapiradi, kimdir unga yaxshi qaraydi, kimdir unga kompliment aytadi, kimdir uni возвышать qiladi va albatta u keyin o'sha insonga boradi. Albatta har kimda har xil situatsiya bo'ladi. Kommentariyada yozib qoldiringlar fikrlaringizni и всем пока.